Parkentskiydan, yuragidan Novostroyka birinchi etaj 3 xona shunaqa dil bilan qilingan. 2 sanuzel, 2 parkovkaga ega, 100 kvadratga ega shunaqa uy bo'lishini xohlagan insonlarga shunaqa juda zo'r uy topib qo'ydim. Uyimiz yoqsa bitta layk, bitta podpiska, uy qidirib yurganlarga shunday jo'natib qo'yinglar. Men sizlarga shunaqa chiroyli uy ko'rsatib beraman. Sizga qismimizni qaranglar, hurmatli obunachilarimiz. Juda ham go'zalligini qarang, mebellarni qarang, pullarini qarang, televizor, konditsioner, lustralarni qarang. Вообще chiroyli, idealniy. Qo'lni qarang kattaligini, ikkita sanuzelimizni, ichki spalnini qarang, chiroyli. Singillarimiz, opalarimiz uchun shunaqa chiroyli pullarni qarang. Idealniy qo'yilgan. Kuxnya mebellarimiz hammasi joy-joyida, yong'oqdan qilingan, juda ham qimmat. Eshiklarimiz yong'oqli, zal qismlarimizni ko'rdinglar. Hovlimizni qaranglar, juda ham kattaligini. 100 kvadratga ega uyimiz juda ham qimmat, idealniy qilingan, lekin narxini juda arzon qilib qo'ydik. Aloqaga chiqinglar, uyli bo'linglar. Sentrdan, yuragidan, Parkentskiy